Giyohvand moddalarni iste'mol qilish. Bu butun Amerika bo'yicha noqonuniy, lekin ba'zi shtatlarda bu ruxsat berilgan, ya'ni Kaliforniya yoki Koloradoda ruxsat berilgan. Men Amerikaga borganimda Koloradoda birinchi bu narsani ko'rib hayron qolgandim. Kimnidir haqorat qilish yoki jismoniy hujum. Bu har doim noqonuniy bo'lgan, hamma shtatlarda bu noqonuniy. Rasmga olish. Ommaviy joylarda rasmga olish mumkin emas. Agar o'zingiz mulkingiz, o'zingiz joyingizda bo'lsa, buni bemalol qilsangiz bo'ladi. Hayvonlarni ovlash yoki o'ldirish. Ruxsatnoma bilan ovlash kerak bo'ladi. Agar ruxsatnomasiz ovlasangiz, katta jarima yoki qamoq jazosi ham bo'lishi mumkin. Dron uchirish. Bu umuman olganda mumkin, lekin aeroport va shunga o'xshash hududlarda taqiqlangan. Graffiti. Taqiqlangan aslida, lekin ba'zi shtatlarda bu narsaga oddiy qarashadi. Misol uchun Nyu-Yorkda bu oddiy hol. Ekstremal sportlar. Bu ham o'zini ruxsat berilgan joylari bor. O'sha joylarda ruxsatnoma bilan qilish mumkin. Agar siz ruxsatnomasiz o'zingiz qilsangiz, bu noqonuniy hisoblanadi va jarimaga tortilasiz.